o'z vaqtida bu she'rni juda ham yuksak baholashgan adabiyotshunos olim ustozlarimiz. Lekin siz aytganingizdek, xalq turli qatlamlarning ichiga kirib borish uchun bu qo'shiq tarzida cho'pon deysizmi, boshqa qatlam hamma soha egalari birdek buni bir juda boshqacha qabul qilishdi. Bu she'rni qo'shiq holatida Muhammad aka eshitmadilar, o'zlari eshitmaganlar. Chunki Sevaraxon buni qo'shiq qilib bir sovg'a qilaman, xursand qilaman deb boshqacha bir harakatlarni mehr berib faqatdan ham o'zini dardli ovozi bilan chiroyli qilib musiqani ham topgan. Juda chiroyli bir qo'shiq bo'ldi. Mustaqillik bayramida aytilish kerak bo'lgan qo'shiq edi bu qo'shiq. O'sha kunlarga Muhammad aka yetib bora olmadi. Ulgura olmadi. Lekin juda katta dard bilan aytdi. Bu qo'shiqning ichiga o'zini dardi ham qo'shib aytdi-da. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim. O'zimga bek, o'zim sulton, sen taxta Sulaymonim. O'sha paytlarda juda ko'p meni xotiralarimni jonlantirib yubordingiz-da shu savolingiz bilan. Shu kunlarda menga o'sha to'ng'ich qizim telefon qilib, endi televizorlar o'chirib tashalgan, qo'shiq eshitish qayerda ko'ngilga sig'adi. Bir oy o'tgan endigina o'sha qo'shiq qo'yilgan paytda qizim menga telefon qilyapti. Ayajon tez televizorni qo'ying. Nimalar deysan dedim, jahlim chiqib ketdi gapiga. Qo'ying, keyin tushuntiraman dedi. Hozir eshitib oling, keyin tushun. Sen televizorni qo'ysan, shu qo'shiq. Meni nazarimda Muhammad aka xuddi tirilib kelgandek tasavvur. Birinchi o'sha vafotidan keyingi birinchi qo'shiqda endi. Shunda juda bir g'alati ahvolga tushdim, yig'ladim rosa.